19-oktyabr kuni Fransiyada ko'z ko'rib quloq eshitmagan filmlardagi kabi o'g'rilik sodir bo'ldi. Parijda joylashgan dunyoning eng mashhur va ulug'vor muzeyi Louvre o'g'rilar tomonidan ko'ppa kunduz kuni tunab ketildi. O'sha kuni tongda Louvre eshiklari ochilganidan 30 daqiqa o'tib, 9:30 da 2 nafar o'g'ri binoning janubiy tomonidan 2-qavat balkoniga chiqdi. Ular yuzlarini berkitgan holda Parij ko'chalarida ko'p uchraydigan, odatda kvartiralarga derazadan katta mebellarni olib kirishda ishlatiladigan yuk ko'taruvchi elektr narvondan foydalanishgan. Balkonga chiqqach, ular tokda ishlaydigan oyna kesuvchi qurilma grinder bilan oynani sindirib, xavfsizlik signalizatsiyasini ishga tushirgan. Shundan so'ng o'g'rilar Louvre muzeyining oltin suvi yugurtirilgan Galerie d'Apollon zaliga bostirib kirishdi. Muzeyning aynan shu qismida qirollik javohirlari va toj olmoslari qator vitrinalarda namoyish etilgan. Ular 2 vitrinani sindirib, 8 ta noyob buyumni qo'lga kiritishdi. Keyin o'g'rilar o'sha narvon orqali Sena daryosi bo'yidagi yo'lga qaytib tushishgan hamda ularni kutib turgan 2 sherigi bilan birga motoskuterlarda qochib ketishgan. Bebaho buyumlarni olib qochish uchun jami 6-7 daqiqa kifoya bo'ldi. Bu Louvre'da hozirgacha sodir etilgan eng dadil va ehtimol eng qimmat o'g'rilik bo'ldi. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, yakshanba kuni sodir bo'lgan o'g'rilik chog'ida Louvre muzeyidan hisobiga yetib bo'lmaydigan qiymatga ega 8 zargarlik buyumi o'g'irlab ketilgan. Jinoyatchilar Louvrening Apollon galereyasini nishonga olishgan. Bu yerda Fransiyaning tarixiy toj javohirlari kolleksiyasi saqlanadi. O'g'irlangan buyumlar qatorida imperatrica Yevgeniyaning diademasi bor. Bu diadema 212 dona marvarit, 1998 dona brilliant va 992 dona gulbarg uslubida kesilgan brilliant bilan bezatilgan. Imperatrica Yevgeniyaning bezakli kamari yaltirab turgan zargarlik toshlari bilan bezatilgan buyum uning eng mashhur aksessuarlaridan biri bo'lgan. U 2438 dona brilliant va 196 dona gulbarg kesimli brilliant bilan bezatilgan. O'g'irlangan buyumlar orasida Malika Marie Amelia va Malika Hortensiga tegishli sapfir to'plamidan diadema, sirg'alar va marjon, shuningdek Napoleonning ikkinchi rafiqasi Maria Luiza uchun tayyorlangan zumrad to'y sovg'asi to'plamining ayrim qismlari mavjud. O'g'rilar shoshilinch qochish chog'ida imperatrica Yevgeniya uchun 1855-yilda yasalgan tojni tushirib yuborishgan. U 8 ta oltin burgut, 1354 dona brilliant, 1136 dona gulbarg uslubida kesilgan brilliant va 56 dona zumraddan iborat. Parij prokuraturasi yana bir zargarlik buyumi ham jinoyatchilar qochishi chog'ida yo'qotilgan yoki tashlab ketilganini bildirdi, ammo u qaysi buyum ekanini ochiqlamadi. Shuningdek, ular Sotheby's tomonidan 60 million dollardan ortiqqa baholangan mashhur Regent olmosiga ham tegmagan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ijtimoiy tarmoqlarda bu o'g'irlikni biz ardoqlaydigan meros, tariximizga qilingan hujum deb atadi. Biz asarlarni qaytaramiz va jinoyatchilar javobgarlikka tortiladi. Bunga erishish uchun hamma joyda hamma narsa qilinmoqda. Bu film yoki serialdan olingan ssenariyga o'xshaydi, dedi Louvre joylashgan Parij markazi meri Ariel Weil. Ular eng qimmatbaho narsa, nafaqat moddiy nuqtai nazardan, balki ramziy jihatdan ham, dedi u intervyuda. Hokimiyat vakillarining aytishicha, tergovchilar o'g'rilar tashlab ketgan buyumlar va kuzatuv kameralaridagi tasvirlarni o'rganmoqda. Bu katta ko'lamli o'g'rilik, dedi ichki ishlar vaziri Laurent Nunez. Nunezning aytishicha, o'g'rilik aniq rejalanganligi va tezligi bilan tajribali jinoyatchilar guruhiga xos imzoni ko'rsatadi. Buzib kirilgan paytda muzey allaqachon tashrifchilarga to'la edi. Oltin bezakli Apollon galereyasida yoki uning yaqinida 5 nafar muzey xodimi bo'lgan. Parij prokurori Laure Becconing aytishicha, jinoyatchilar zaldagi eng qimmat 60 million dollarlik olmoslarga tegmagan. Nega uni olmay ketishmaganini tushuntira olmayman. Ular qo'lga olingach, kimning buyurtmasi bilan harakat qilganini bilamiz, dedi Becco. Uning aytishicha, jinoyatchilar qochish chog'ida kranni yoqib yuborishga urinishgan, biroq muvaffaqiyatsiz. Hozircha barcha ehtimollar o'rganilmoqda. Jinoyat ehtimol buyurtma asosida xususiy kolleksioner uchun amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, o'g'irlangan asarlar yaxlit holda qaytarilishi bor, dedi prokuror. Agar o'g'rilar faqat qimmatbaho tosh va metallga qiziqqan bo'lsa, buyumlar eritib yoki qora bozorda sotilishi mumkin.
Ichki ishlar vaziri Loran Nunes voqeani tergov qilish ishi yirik o'g'irliklar bilan shug'ullanuvchi maxsus politsiya bo'limiga topshirilganini aytdi. Madaniyat vaziri Rashida Datining aytishicha, so'nggi 40 yil ichida yirik muzeylarni himoya qilish masalasiga e'tibor juda kam bo'lgan. Luvr rahbari 2 yil avval politsiyadan xavfsizlik auditi o'tkazishni so'ragan edi. Chunki muzeylar jinoyatchilikning yangi shakllariga moslashishi kerak. Bugungi kunda bu tashkilotli professionallar tomonidan amalga oshiriladigan jinoyatlar, dedi u. Sobiq qirollik saroyi bo'lgan bino Fransuz inqilobidan keyin muzeyga aylantirilgan. Unda 33 mingdan ortiq asar saqlanadi. Qadimgi Yunoniston, Misr va Mesopotamiya haykallari, Yevropa va Osiyoning yirik san'at asarlari ham shu yerda joylashgan. Har kuni muzeyga 30 mingga yaqin inson tashrif buyuradi. Bu uni dunyodagi eng ko'p tashrif buyuriladigan muzeyga aylantiradi. Eng mashhur asar Leonardo da Vincining Mona Lisa asari atrofida shu qadar katta gavjumlik bo'lishi sabab, shu yil boshida unga alohida bino qurilishi aytilgandi. New York Times'ning yozishicha, Luvr so'nggi paytlarda o'g'irliklardan zarar ko'rgan Fransiya muzeylarining navbatdagisi. O'tgan hafta Correze shahrida sobiq prezident Jacques Chirac nomidagi muzey qurollangan va niqoblangan shaxslar tomonidan talandi. Oradan bir necha soat o'tib, 4 kishi hibsga olindi. Fransiya matbuotiga ko'ra, 48 soat o'tmay muzey yana o'g'irlandi. Sentyabr oyida o'g'rilar Luvrdan bir necha metro bekati naridagi Tabiiy tarix milliy muzeyidan taxminan 700 ming dollarga teng xom oltin quymalarni o'g'irlab ketishgan. Yakshanba kungi o'g'irlik Luvr tarixidagi eng mashhurlardan biriga aylanishi mumkin. Biroq u birinchisi emas. Muzey ilgari ham bir necha bor yirik o'g'irliklar nishoni bo'lgan. Xususan 1976-yilda 3 nafar o'g'ri bir paytlar qirol Sharl 10-ga tegishli bo'lgan brilliantlar bilan bezatilgan qilichni o'g'irlashgan. 1990-yilda esa Per Auguste Renoirning o'rindiqda o'tirgan ayol portreti kartinasi olib ketilgan. Luvrdagi eng mashhur o'g'irlik 1911-yil yozida sodir bo'lgan. O'shanda Mona Lisa portreti muzey xodimi Vincenzo Peruggia tomonidan o'g'irlangan. 2 yillik shov-shuvli yorituvlardan so'ng Peruggia Italiyada rasmni sotmoqchi bo'lganida qo'lga olingan va asar qaytarilgan.